Xayrli kech hammaga. Bugun men sizlarga mototsikl haqida emas, shlemlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu shlemimiz integral turiga kiradi. Full face, bosh qism, yuz qismingizni maksimal darajada himoya qiladi. Asosan sport bike, street bike'larga tez yuradigan mototsikllarga bu shlem ishlatiladi. Bu shlemimiz modulyar turiga kiradi, flip up. Buning xavfsizlik darajasi bunikidan ozgina pastroq, lekin qulayliklarni jag qismi ochiladi. Bu shlem asosan cruiser, tour enduro klasslariga kiruvchi mototsikl uchun foydalaniladi. Uzoq yo'lda yurganingizda jag qismini ochib, suv ichib yoki yeb ketsangiz bo'ladi. Bu shlem turi cross hisoblanadi. Off-road uchun foydalansangiz bo'ladi. Kozyorok bilan jihozlangan, quyosh nuridan himoya qilish uchun jag qismi sal uzunroq bo'ladi. Shox-shabada loladan ko'zingizni himoya qilish uchun ochki bilan jihozlangan. Bu shlem открытый shlem turiga kiradi, open face. Bu kichkina kubaturali mototsikl uchun mo'ljallangan, ko'proq cruiserlar ishlatiladi. Yo'llarda ko'proq yo'llarni tomosha qilib ketishinglar uchun, yeb ichib uzoq yo'llarga safar ketishinglar uchun mo'ljallangan shlemlar turiga kiradi. Bunisi esa dekorativ shlem turiga kiradi. Agar bu video sizlarga qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ekipirovkalar haqida ma'lumot qoldiramiz. Xayr, salomat bo'linglar.